Keling, bugun O'zbekiston ishlab chiqaruvchilariga aloqador 9 ta faktni ko'rib chiqamiz. Birinchi fakt: O'zbekistondagi fabrikalarning 70% quvvatdan past ishlaydi. Aksariyat korxonalar kunlik quvvatning faqat 30-50% dan foydalanadi. Sabab tizimlashmagan jarayonlar, noto'g'ri rejalashtirish va ombordagi noaniqlik. Ikkinchi fakt: to'xtab qolishlarning 40% bu material yo'qligi sabab. Ko'plab korxonalarda ishlab chiqarishning eng katta dushmani bu xomashyo holatini bilmaslik. VMS yo'q korxonalarda to'xtab qolish 3-4 baravar ko'proq bo'ladi. Uchinchi fakt: ish baymosh xatolarning 80% qo'lda hisoblashdan keladi. HRlar Excel'da hisoblaydi, pattalar chalkashadi. Natijada ishchilar noroziligi 80% ga oshadi. To'rtinchi fakt: ERP bo'lmagan korxonalarda ko'rko'rona boshqaruv 3 baravar ko'proq bo'ladi. Ya'ni rahbarlar qarorlarni raqamlarga emas, balki taxminga qarab qabul qiladi. ERP esa bu muammoni yo'q qiladi. Beshinchi fakt: avtomatlashtirilgan fabrikalarda ishlab chiqarish 20-40% ga oshadi. Hech narsa o'zgarmaydi. O'sha bino, o'sha odam, o'sha mashina, faqat boshqaruv tizimi o'zgaradi. Ishlab chiqarish esa juda ham katta bosqichga ko'tariladi. Oltinchi fakt: ombordagi muzlagan pul o'rtacha 300-900 million so'm. Ya'ni korxonalar keragidan ortiq materialni sotib olishadi va pullari yillar davomida muzlaydi. ERP esa bu ko'rsatkichni 2 barobar kamaytirishga yordam beradi. Yettinchi fakt: noto'g'ri rejalashtirish ishlab chiqarishning 25-40% ni sustlashtiradi. Bir kunlik reja xato tuzilsa, butun hafta yomon o'tadi. Upwork'ning MES Plus Planning moduli buni to'liq hal qiladi. Sakkizinchi fakt: rahbarlar 60% vaqtini hisobot so'rashga ketkazishadi. Masalan, hisobot qani, smena qani, davomatni tashlang. ERP yordamida esa ular bularning barchasini mobil ilova orqali kuzatishlari mumkin bo'ladi. To'qqizinchi fakt: avtomatlashtirilgan fabrikalarda xodim aylanmasi 30% ga kamayadi. Ishchilar adolatli ish baymosh, tartibli jarayon va aniq vazifani ko'rsa ketmaydi. Va bu muammolarga yechim juda ham oddiy. Bu Appoint ERP. Tanlovda adashmang. Izohlarda Appoint deb yozib qoldiring va biz siz bilan bog'lanamiz.